Salom, aziz obunachilar. Mening kanalimga xush kelibsiz. Sizning doimiy qo'llab-quvvatlashingiz uchun rahmat. Oldin yana ko'p qiziqarli videolar bo'ladi. Obuna bo'ling, like bosing va izoh qoldiring. Hikoyani boshlayapman. Mening hayotimdagi eng kutib olingan, eng hayajonli va eng muqaddas kecha shu edi. To'ydan bir necha kun oldin hamma oilam bunga orzu qilar edi. Mehmonlarning kulashi, xursand chagirlashi, ota-onamning duo qilishi va nihoyat bizning birinchi uchrashuvimiz hammasi avvalgidek boshlangan edi. Hamma joyda gullar bor edi. Garchi shovqindan charchagan bo'lsam ham, to'y liboslari ichimni ezardi. Hammaning ko'zlari menga tiklangan edi va men kirib kelganimda, parda ochilganda, yuragim tezroq qoqila boshladi. Bu yigit ichida erimni tanidim, lekin u yaqinroq kelganda ko'zlarimga ishonolmadi. Bu mening erimning eng yaqin do'sti edi. U seni mendan kamroq sevadi, dedi u. Uning nigohi chuqur edi va so'zlari yuragimga tegdi. Keyin ichimda bir lahza ko'z yumdim, nafasim tezlashdi, badanim titradi. Bu xiyonatmi yoki taqdirning sinovimi edi? Uning so'zlari, uning nigohi, har bir harakati ichimdagi eng sirli qizni uyg'otdi. Bugun kechqurun tugatgan hikoyam boshqacha edi, yangi edi. U uzoq davom etdi. Har bir daqiqa, har bir lahza yuragimda silinmas iz qoldirdi. Va ertalab erim yonimda paydo bo'ldi, lekin men endi avvalgidek emasdim. Hech kim bu sirni bilmasligi kerak edi, lekin men bilardim. Mening hayotimdagi eng ehtirosli, eng galati lahzalar mening uyimiz tomida, erimning ko'zi oldida, boshqa bir kishi bilan bo'ldi. Mening hayotim tugadi, lekin ertaga tong otganda. Ertasi kuni ertalab erimning yuzini ko'rdim, hech narsa bo'lmagandek edi. Yana uchrashuvlar bo'ldi, lekin har safar u uyga qaytganda qo'limdan ushlardi va yuragim qattiq qoqila boshlardi. Bir kechqurun erim meni do'stlari bilan qoldirdi. 3-marta mening deraza ostida darvoza asta-sekin ochildi. U kirdi. Uning qo'llari mening yelkamda edi. Nafasimiz aralashdi. Yuragim galayon urardi. Tashqaridan esgan shamol barglarni shovullatardi, lekin ichkarida faqat yuragimning dukillashi eshitilar edi. Biz bir-birimizga bir lahza qarab qoldik. Uning ko'zlaridagi vahima mening singlim edi. Xudolar galabasi, u faqat bosh irgatdi va indamay ketdi, chuqur nafas olib, eshik orqasiga yashirinish uchun. Mening erim tabassum qilardi. Men kutayotganimni aytdim, biroz kuch bilan, ovozim titramaslik uchun dedim. U kirdi va sumkasini stolga qo'ydi. U bu ishonch, umid yo'q dedi. Nihoyat erim hojatxonaga kirgach, men orqa xonaga yugurdim. U yerda u menga og'ir qat'iyat bilan qaradi. U, men ketishim kerak, dedi, sekin aytdi. Bu oxirimi? Yuragim so'radi, balki. U so'nggi marta qo'limni siqdi va eshikdan chiqib ketdi. Men oynaga qarab qoldim. O'sha kechadan beri ko'rpa ostidagi issiqlik, uning nigohi, uning so'zlari, bularning hammasi xotiralarga aylandi. Lekin men bu yerda bo'laman, agar u yana kelsa.